Qo'y, balki kerak emasdir. Kerak, davay, yur. Shu pulingni qaytarib berardim. Qaytarmaysan. Bu yoqqa kir, tushunursan. Davay, ko'p gapirma. Hozir esa hammasini hal qilamiz. Qadrli tomoshabinlar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bu juda ham muhim va ketdik. Xo'sh, mana shu yerda oppa, mana bo'ldi, topdim. Salom jitel, salom sizmisiz? Ha, men uyni olmoqchi edim. Yaxshi, keling. Elbonello, ha, Elbonello. Wow. Uy juda ham kichkina emasmi? Bori shu, bittagina versak turibdi. Ha, qolganini o'zingiz yasab olarsiz. Aha, rahmat. Jim Nursin. Menga bor yo'q bittagina verstakli uyni berib ketdi va o'zi ham shunaqa kichkina uyda yashar ekan. Tak. Tushunmadim, qayoqqa qaryapti? Hamma bu qishloqda hamma g'alati. Hammaga salomlar. Mening ismim Elbonello va men bu yerda qishloqda qotillik va jitelni g'oyib bo'lishini tergov qilishga keldim. Tasavvur qilyapsizlarmi? Bir jitel g'oyib bo'lgan aynan shu rayonda, yana bittasini esa u tarafda o'ldirib ketishgan. Ular aka-uka bo'lishgan. Juda ham g'alati holat albatta va hozir kelinglar merning yoniga borib kelamiz. Xo'sh. Tak, seni qidirib yurgandim. Mana shu kichkina uyda yashayapsanmi? Ha, shu kichkina uyda yashayapman. Yaxshi, vaqt eshigini yopib qo'yganing ma'qulda. Eshigini sotiladi deb yozilgan-ku, birov kirishi mumkin. Tushundim. Yozuvni ham olib tashlayman. Jitellarning ishi bo'yicha kelgan-sana? Ha, xo'sh. Nima demoqchisiz menga? Xullas, gap bundoq. Bizda kim bo'lishidan qat'iy nazar qishloqda ishlash kerak. Ishlashi? Ha, sen ishlashni bilasanmi? Albatta bilaman, shuning uchun kelganman. Yo'q, men boshqa narsa haqida. Xullas, men bilan yur. Boshqa narsa emish. Nima ish bo'lishi mumkin? Qiziq. Mayli, qanaqa ish ekan? Fermada ish. Fermada? Ha. Siz g'alati emasmisiz? Men bu yerda jitellarning yo'qolishi, ko'p gapirmada, ushlamat degani. O'yimni qayerdaligini bilasan. Tushunursan. Ahmoq bu mer. Men bu yerda jitelni o'limi va yo'qolishi haqida surishtiruv qilgani kelsam, bu esa meni shunchaki fermada ishla deb ketdimi? Tushunursiz. Mana bu yozuvni olib tashlash kerak. Ha, juda ham zo'r qishloq gap bo'lishi mumkin emas. Balki jitellardan biri yo'qolmagandir, qishloqdan ketgandir. Ikkinchisi esa shunchaki o'zini o'ldirgan. Ha, do'stlar, chunki mana bunaqangi ahmoq mer bilan bu qishloqda yashab bo'lmasa kerak. Tushunursiz. Mayli, hozir qani bularni ekib chiqaveraychi, ko'ramizda birga bo'llar. Xo'sh, ayniqsa uyni menga bergan jitelam juda ham g'alati ko'rindi. Hamma mana bularni ekamiz va bo'ldi. Ajoyib. Ha, chiroyli огород bo'lishga bo'ldi-ku, lekin kerakmi-da menga shu? Tak, uyni eshigini ochib qoldiribdimi? Hozir ko'ramiz. Bu yerda kichkina stul, sandiq va buni ichida hech narsa yo'q. Hay, nima qilyapsiz bu yerda? Men sizni qidirib kelgandim. Yo'q, ha, menga pechka kerak edi. Pechka yasab oling o'zingiz, menikiga tegmang. Tushundingizmi? Ha. Jinursin buncha bunday qo'rqib ketdi. Ha, g'alati, lekin mayli, eslab qoldim. Hali pechkaga qaytamiz. Hozir esa mana bu kartoshkalarni berib kelish kerak. Mana bu yerda yam tortib tushib ketmasam bo'lgani. Qaramasdan, ha, mayli, hozir borib kartoshkalarni topshiraychi, keyin ko'ramizda birga bo'llar. Mir joyda. Janob mer, men keldim. Yaxshi, mana shuncha kartoshkalarni terdim. Aha, yaxshi, mayli, mana senga uyning kaliti. Rahmat. Yaxshi, qani endi ketdik. Uyni qulflashimiz mumkin bo'ladi hech bo'lmasa va jitellarning yo'qolishi ishi bilan shug'ullanishim mumkin. Qayoqqa g'oyib bo'lgan ekan? Ikkinchisi esa o'lgan. Mayli, uni ham hali tekshirib ko'ramiz. Lekin baribir menga eng qiziq bo'lgani, bu uyni menga bergan eshitdinglarmi? Nimani o'zi chiqdi? Polondagidanmi? G'alati, mayli. Pechka bilan shug'ullana qolay. Ha, eshitmay qoldi shekilli. Yaxshi, bo'ldi, ishni davom ettiramiz. Menga shunday tuyulaptimi yoki bu qishloqda odam kamdek ko'rinyaptimi? Mayli, qani o'rmonga boraychi. Ko'ramiz nimalar bo'lyapti ekan ichkarida. Mana bu yerda qon qayerdandir kelgan, lekin u mening ishim emas. Mayli, hozir daraxt chopamiz va uyning ichini obustroyit qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu daraxtni ham olamiz. Yaxshi, endi esa tak, yana ozgina daraxt chopish kerak. Qishloqdan salgina nariroqda, o'rmon ichkariroqda chopsam, xunuk bo'lib qolmaydi manzara. Bu narsa esa qishloqda juda ham muhim. Agarda kimdir noto'g'ri joydan daraxt chopsa yoki qishloqqa, o'rmonning yaqin tarafidan daraxt chopsa, birdaniga yomon ishlar bo'lib ketishi mumkin. Chunki qishloqliklar tabiatni juda ham hurmat qilishadi va shunga yarasha o'zimni yaxshi tutganim ma'qul. Boshqa joyda bo'lsa, birdaniga uyning yonidagini chopib ketgan bo'lardim mana bu daraxtlarni, lekin qishloqda ehtiyot bo'lish kerak. Mayli, bo'ldi. Endi esa yasab olishim mumkin. Mana bundan doskalarni qilamiz va bo'ldi. Versak kerak emas, versak bu yerda bor, shunisiga ham rahmat. Va sandiqning ichida endi keraksiz narsalarni qo'yib qo'yishim mumkin bo'ladi. Mana bu bloklarni ajoyib. Endi esa tak, yaxshi boraman-da, tosh chopib kelaman. Faqatgina tosh bo'yicha ham ehtiyot bo'lish kerak, chunki agarda juda ham katta joyni kovlab yuborsam, bu ham muammo keltirishi mumkin. Shunga
Tak, mana bu yerdan kichkinagina joy ochamiz va toshni shu yerdan qidiramiz. Yaxshi, bu yerda hozircha andizit chiqdi. Janarson bu menga kerak emas. Kerak emas. O, mana tosh chiqdi. Zapasi bilan ikki toshda ortiqcha olsam bo'lganda pechkani o'zi yetadi menga va ozgina tosh. Bo'ldi, o'ylashimcha ha shu yetadi va yana keraklar. Mana buni olamiz. Andizit kerak emas, tashlaymiz va albatta yer ham kerak emas. Bo'ldi, endi bu yerdan ketishimiz mumkin. Hech kim ko'rmadimi? Hech kim ko'rmadi. Ha, mayli, boyagi yerni shaxtani ichiga emas, nabarot tepasidan yopib qo'ysam bo'lar ekan. Ha, mayli, endi boshqa safar borsam ko'ramiz. Hozir esa menga pechka kerak bo'ladi. Ja, hozir emas, lekin keyinchalik kerak bo'lganda qidirib yurmaslik uchun va albatta u jitelga ham birdaniga pechka haqida gapirib qo'ydim. Shuning uchun ham o'zi ko'rgani yaxshi. Aks holda sezib qolishi mumkin u yerda boshqa maqsadda yurganimni. Nima ovoz chiqdi? Tushunmadim. Daraxt singanday bo'ldim yoki boshqa qandaydir yog'ochli narsa. Qiziq. Tak, boltani olib olaman. Sekin, hech kim yo'qmi? Uning atrofida? Yo'q, hech kim yo'q. G'alati. Stop do'stlar. Balki uyni tagida nimadir bordir. Axir ertalab ham qandaydir ovoz eshitganday bo'lgan edim. Bilmadim zapisga tushganmi yo'qmi, lekin menimcha tushib ko'rganimiz ma'qul. Balki bu yerda qandaydir yo'q, do'stlar, bo'lishi mumkin emas. Nahotki hammasi shunchalik oson bo'lsa. Yo'q, ishonmayman, bu yerda bir gap bor. Buni qaranglar, chiroyli zinachalar va oxirida eshik, bunkerli eshik. Sen bola, kim keldi? Yordam beringlar. Tak, sen kimsan? Men banditman. Bandit? Ha, senchi? Men tepadagi uyda yashayman. Yo'q, yaxshi. Menga ishlaysanmi? Senga shoshma. Yomon g'oya emas. Vo, bu yerda shuncha narsani sen qurdingmi? Ha, quloq sol. Jitel, agarda men senga ishlasam, menga ham qurib bera olasanmi? Aha. Nima aytganingni qilsam menga ishonasan. Yo'q, sen menga yordam ber. Yordam bermayman, ahmoq Jitel. Xullas qara, merni bu yerga chaqirib kel. Aha, hozir chaqirib kelaman. Bu bandit o'ylaydiki, men hozir merni chaqirib kelaman. Yo'q. Men albatta merni chaqirib kelmayman. Men ana o'sha Jitelni qutqarishim kerak, lekin nima qilsam ekan? Mayli. Tak. Hozir borib nima topamiz. Qo'y, bandit. Ha, qaysi merni chaqiray? Qanday merni? Mer ikkita bo'lgan. Nima? Sen hali menga xiyonat qilding. Bo'ldi, o'ldirdim. Rahmat. O'ylamagandim qutqarasan deb. O'ylamaganding, bu endi muhim emas. Chunki sen qutqarilding, Jitel. Katta rahmat. O'zi kimsan? Men shahardan kelgan tergovchiman va yana bir Jitelni qidiryapman. Qotilini. Shu banditmidi? Yo'q. Stop. Demak, bu bandit o'ldirmaganmi? Yo'q, men ham u haqida eshitgandim va qidirayotgan edim. Yo'q, qotilni. Ha, bu banditchi. Undan shunchaki qarzim bor edi. Tushunarli. Mayli, lekin qarzlaring haqida unutamiz. Hozir merning yoniga boramiz, politsiya chaqiramiz. Uyni tagidagi narsalarni ko'rsin odamlar. Ha, albatta. Hop, mayli. Lekin rahmat, qarz haqida hech kimga gapirmasang xursand bo'laman. Aha. Tak, mer. Ha, men xullas yo'qolgan Jitelni topdim. Jitel, shu yerdamisan? Maryam yoniga borgim kelmayapti. Yur bu yoqqa. Xo'sh, uni topdim. Janob mer, faqatgina urishmang. Nima bo'ldi? Fermaga qaramadimi bu? Qanaqa fermaga? Fermaga qarash kerak edi. Tushunursan. Uni qamab qo'yishgandi. Qanaqasiga fermaga qaraydi? Aqlingiz joyidami? Yur bu yoqqa, Jitel. Ha, davay. Tushunursan. Tasavvur qilyapsizlarmi, do'stlar? Fermaga qaramaganmisan deyapti. Axir bu mer o'zi bilar edi Jitel g'oyib bo'lganini, uni qamab qo'yishgan. Tak. Xo'sh, joy hali ham joyida. Tak, bo'ldi, mana buni olamiz va politsiyaga qo'ng'iroq qilamiz. Men senga aytdim-ku, mer yomon deb. Ha. Tak. Bo'la qolinglar, ko'taringlar. Allo politsiya ishladi. Men hozir 13-qishloqdaman. Chekkadagi Maraz rayonining oxirida kichkina uycha bor. Xo'sh, ana shunga yuboringlar, quduqning yonidagi kichkina uyga. Kimni? Politsiyani. Xo'p, hozir yuboramiz. Nima bo'ldi o'zi? Bu yerda bizda yo'qolgan Jitellarning biri topildi. Hozir odam yuboraman. Bo'ldi do'stlar, endi politsiya kutamiz va umid qilamizki yordam berishadi bizga. Albatta. Aha. Lekin kim yordam beradi? Politsiya yordam beradi. Lekin uni yo'q qildik-ku. To'g'ri aytasan. Oppa, politsiyachi keldi. Janob politsiyachi, xo'sh, yuring bu yoqqa. Mana bu uyni tagida katta bir bunker bor ekan. Bunker? Ha, ana shu yerda mana bu bechora Jitelni qamab qo'ygan edi bandit. Keling, sizga ko'rsataman. Hozir shu yerda-ya. Ha, qoyil, shunga tushaymi? Da, tushing. Qani keling orqamdan. Aha. Wow, rostdan ham bu yerda qanaqadir temirli katta eshik, bunker eshigi. Ha, bu yerda esa reshotkalar, bu yerda qanaqangi joy, kichkina xonachasi. Yo'q, ha. Hozir qani yo'q. Men hozir tez odam chaqiraman. Mana bu yerda qamalgan endi. Hozir odam chaqiraman. Aha, davay. Bo'ldi do'stlar, qiziq. Mana bu qutularda nima bor ekan? Buni qaranglar, hattoki reshotkalar qo'ygan, qocha olmasning hech kim deb. Mayli, balki ochib ko'rarmiz, nima deysizlar? Politsiya kelgunicha. Bu yerda shunchaki Jenurson, bu yerda qiziq narsalar yo'q-ku. Oppa, mana bu endi menga qiziq ko'rinyapti. Qanaqadir dekorativ elementlar. Bu yerda shunchaki shkafli stol. G'alati. Bu yerda esa
ritsar. Okey. Bu yerda esa qanaqadir o'yinchoqlar nima? Bu yerda qanaqadir kitob, balki kundalikdir. TJ yozilgan. Okey. Va qanaqadir qiz bolani skini hamda noob quyonmi bilmadim. G'alati gulchalar. Okey, hammasi juda ham g'alati, bilmadim nima demoqchi bu bilan bandit. Lekin mana bu chiroyli do'stlar, shunaqangi kiyim bo'lganda zo'r bo'lardi menga ham. Va bu yerda nima? Tushunarsan, musiqa asboblari. Bu yerda mana bu narsa, bilmadim nima deyilar edi, esimda yo'q. Bu yerda esa nima, skripkami, tushunarsan, fleyta. Okey, va albatta gitara yoki yana nima bo'lishi mumkin. Dutor bu, tormi, dutor. Hammayli tak. Narsalarni bekor ushlab tashladim-da, hammayli hozir joyiga qaytaraman qolganlar kelgunicha.